Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Como báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Como báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Como báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Rikoshet ham bo'lmabdi. Rikoshet ham bo'lmabdi. Darvozabon Edem Ne'manov bu zarbani qaytara olmadi. To'p bir yerga sakraganligi menimcha chalg'itdi. Andijon bu goldan ruhlanib darhol navbatdagi hujumga tashlanmoqda. Yaxshi uzatma, Bekzod Sulaymonov ichkariga pas, himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Aynan zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi Ashortev gol kiritgani Islomjon Ahmedovning to'g'ri tanlov qilganidan darak beradi. Andijon shoshilyapti. Hali vaqt bor. Ichkariga uzatma, zarba va gol! 2-1! Andijon hisobni 2-1 ko'rinishga keltiryapti. Damir Temirov gol muallifi. Andijon larzaga kelyapti. Bobur Arena larzaga kelmoqda. Qandaydir 2 yoki 3 daqiqa ichida comebackni amalga oshiryapti burgutlar. 2-1. Dinamo chuqur himoyaga o'tib ketgandi va buning natijasida jazolanmoqda. Bekzod Sulaymonov ham zo'r o'ynadi. Aynan u uzatma amalga oshirib berdi Damir Temirovga. Yana Islomjon Ahmedov o'yinda burilish yasayapti. 3-o'yini Andijon murabbiyi sifatida ko'raylik. Ichkariga uzatma amalga oshirib berildi. Bu epizodda Boakiye ekan. Boakiye to'pni yetkazib bergan ekan. Martin Boakiyedan uzatma, Damir Temirovdan gol. Bu yerda ham o'sha zaxiradan o'yinga qo'shilganlar golni yuzaga keltirishmoqda. Endi